endi qanchamiz? Rahmat shu bolaga bizga qancha narsa qildi. Men boraman, ko'raman, o'zim dalada xulosa qilib qilamiz. Shunday qiling. Men narigi komandadan ham olib kelaman. Qani ekskavatorim bor, o'zimizdan o'miz bor, imkoniyatimiz bor. Ariqni ochish bo'lsa, ariqni ochib beraman, maylimi? O'sha suv yo'qsa, to'q. 8 yilda olingan edi joyimiz. 48 yil olingan joyim 5 yilda endi davlatnikiga uy qurdi. O'shaning ichida menga mana shu yerda 6 sotik joy qoldirildi. Ta'sir nima qilib bermayapti? Buni qanday ta'sir qilmayapti? Qachon qildi?